Assalomu alaykum savoqdoshlar. Hozir biz sarf darsimizning 18-darsini o'qiymiz. Biz ilgirki soatlik darsimizda mushtaq ismlarchidan ismul fa'il, ismul maf'ul, sifatul mushabbiha qatorliq mushtaq ismlar bilan tanishib chiqdik. Endi biz bugungi darsimizda ismut tafdil bilan tanishimiz va undan boshqa qolib qolgan mushtaq ismlar bilan tanishib chiqamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Ismut tafdil aşırma sübət isim deyin gap, hə? Aşırma sübət isim. Endi ismut tafdil degan nima deganda, oldi bilan biz buni qisqacha bir tushuntirib o'tsak, ismut tafdil deganimiz ikki narsa yoki ikki shaxs bir sübətdə o'rtaqlashib, u ikkisining birisi yana birisi qaraganda shu sübətdə texmi ortiqroq ekanligini ifodalamoqchi bo'lsak, qo'llanadigan vosita. Masalan, Muhammad egiz, Zeyd mi egiz, lekin Zeyd Muhammed qaraganda bakroq egiz. Ya'ni egizlik degan bu sifati qanday? Texmi ortiqroq. Mushu ortiqroq ekanligini sifatlamoqchi bo'lgan vaqtimiz nimani ishlatamiz? Ismut tafdilni ishlatamiz. Ya'ni ashurmi sifat ismini ishlatamiz. Unda bo'lsa bu ismut tafdil qaysi o'lchamda chiqadi? Buning o'lchamlik tunishtirilishi nima deganda kitobimizga qaraylik. Bismillahirrohmanirrohim. Ismut tafdil يصاغ من الفعل الثلاثي المجرد على وزن أفعله للدلالة على أن شيئين اشتركا في صفة وزاد أحدهما فيها على الآخر. اسم التفضيل ثلاثي مجرد fiilden أفعله ölçümüge asasen çıkarıldı deydi. Demek bu ثلاثي مجرد fiilden çıkarıldı. Sulasi mujarradning boshqasini ismut tafdil chiqmaydi. Nima uchun chiqariladi bu deganda liddalalati ala anna shay'ayn ishtaraka fi sifatin. Anna shay'in ikki narsa bir sifatda o'rtoqlashib, u ikkisining birisi u sifatda yana birisiga ziyoda bo'lganligini liddalalati bildirish uchun, dalolat qilish uchun af'al o'lchamiga asosan sulasi mujarrad fiildan chiqariladi deydi. Mesela kilakuma zekiyun lakinne jareke ezkamin. İkilanglar zirek, lekin senin hoşnan senden zirekrak. Bana bir yerde ezke degen ismut tafdilini çok işlettik. Bu ef'alu ölçümünde çıktı dediğimiz. Çünkü bunun esası ezkeyu. Mesela Muhammedun tavilun lakinne Zeyden atwalu minhu. Muhammed egiz, lekin Zeyd onundan egizroq. Demak bu egizlik degan bu sifatda ikkilisi o'rtaq, lekin Zeyd egizlik degan sifatda Muhammadga qaraganda qanday ziyoda ortiqroq. Mushuni bildirish uchun qo'llanamiz atwalu. Qaysi o'lchamda? Af'alu o'lchamida. Bu sulasi mujarrad fiildan af'alu o'lchamida chiqadi. Hamda sulasi mujarradning boshqasini jo'nda bo'lsa deganda sulasi mujarradning boshqasini af'ali o'lchamida ismut tafdil chiqmaydi, ammo sulasi mujarradning boshqasini ismut tafdilni, ya'ni ashur musbatni ifodalamoqchi bo'lsak, biz sulasi mujarradning ichidan qattiqlik, ko'plik, mubolig'ini bildiradigan fe'lningki ismut tafdilni akilib turib, undan keyin biz ashur musbat qilmoqchi bo'lgan 3 harflikdan ortiq bo'lgan fe'lning masdarini akilamiz. Masalan, istagfara dey. Istagfara bu şereflikten ortiq. Endi men bu istig'farani masalan Muhammad istig'for aytquchi, ammo Zeyd uningdimi bakroq, ko'proq istig'for aytquchi demoqchi bo'lsam, qanday ifodalayman deganda, old bilan biz qattiqroq, ko'proq degan fe'lningki ismut tafdilni akib turib, undan keyin biz istig'farni masdarini akilamiz. Masalan, Muhammadun mustaghfirun lakinna Zeydan aktharu minhu istighfaran. Qarang, aktharu minhu istighfaran. Istighfar etish jihati undan qandaroq ko'proq. Ya'ni shu bo'yicha ifodalaymiz. Bizga munosabatli bo'lgan tarifi bu sarf ilmiga sulasi mujarradin af'al o'lchimida ismut tafdilning chiqadiganligi. Endi buningmi erlik, ayollik, birlik, ikkilik, ko'plik shakllari bor. Masalan, erlik birligi af'al o'lchimida chiqadi. Atwalu af'alan, ikkilik, af'alun, ko'plik. Fu'la ayollik birlik, fu'layat ayollik ikkilik, fu'layat ayollik ko'plik. Endi bu ismut tafdil degan
birlikka birlik, ko'plik kelamdi yoki qanday holatda birlikka birlik, ko'plikka birlik keladi degan bu tafsilotlarni biz grammatik kitobimizda so'zlaymiz. Bizga munosabatli bo'lgan tarafi buning shundoq birlik, ikkilik, ko'plik va ayollik, erlik bo'lganligi haqida tushunchalar ega bo'lsak bo'ladi. Mana bu ismi tafdil haqidagi mazmun. Endi mushtaq ismlarning 5-chisi bo'lgan ismul makan va ismul zaman. Bu makan ismi, zaman ismi degan nima degan gap deganda, bu odatda fe'lning tushgan o'rnini bildirsa, ismul makan bo'ladi. Fe'lning tushgan vaqtini bildirsa, ismul zaman bo'ladi. Masalan, waqafa desa to'xtadi degan gap. Bu bir fe'l. To'xtashdan iborat bu fe'lningki yuz bergan o'rni bildirsa nima bo'ladi? To'xtaydigan o'rin bo'ladi. Ya'ni mashina to'xtash maydoni desakmi bo'ladi, nima desakchi bo'ladi. Shunga o'xshagan. Masalan, va'da qildi degan gap. Endi biz buni ismi zaman chiqarsak, va'da qilgan vaqt, va'dalashgan vaqt degan bo'ladi. Shunga o'xshagan. Deydi, ismul makan va zaman. Endi ismul makan degan nima deganda, huwa ismun mushtaqqun lid-dalalati ala makani wuqu'il fi'l. O fe'lning tushgan o'rniga dalolat qilish uchun chiqarilgan ism. Fe'lning tushgan o'rniga dalolat qilish uchun chiqarilgan ism. Ismi zaman deganimiz, ismu zaman huwa ismun mushtaqqun lid-dalalati ala zamani wuqu'il fi'l. O fe'lning tushgan vaqtiga dalolat qilish uchun chiqarilgan ism deydi. Bu tushunishli. Unda bo'lsa, bu ismi zaman, ism makonning o'lchami qaysi deganda, oldi bilan diqqat. Ismi zaman, ism makonning ikkilasining o'lchami bir xil. Buni biz qarini qarab, ham ismi makonga, ismi zamonga deb ayiramiz. Ammo ikkilasining ikki dona nimasi bor? O'lchami bor. Bir o'lchami maf'alun o'lchami. Maf'al. Qaysi fe'llardan maf'al shaklida chiqadi deganda, u sulasi, ya'ni mudori holatida mudori holatida ayni pashi qilgan, xuddi yaktubu deganga o'xshagan, yoki zvar qilgan, xuddi yazhabu deganga o'xshagan. Ayni pash va zvar qilgan fe'llardan maf'al o'lchamiga asosan chiqadi. Masalan, yaktubu nima chiqadi? Maf'alun o'lchamida maktabun. Yazhabu nima chiqadi? Mazhabun. Shunga o'xshagan. Demak, ayni nima qilsa, pash yoki zvar qilsa, maf'alun o'lchamiga asosan chiqadi. Yoki fe'lning oxirida kesal harf bo'lib qolsa, oxiri kesal harf bo'lib qolsa, buni ham maf'al o'lchamiga asosan chiqildi. Masalan, sa'a desak, sa'aning oxiridan bor kesal harf bor. Nima bo'ladi? Mas'a bo'ladi. Asas nima? Mas'ayun, maf'alun o'lchamida. Endi deydi, va huma min ath-thulathi ala wazni maf'alun bi fathil mim wal ayn va sukun ma baynahuma deydi. Endi ism zaman va ism makan thulathidin maf'alun o'lchamiga asosan chiqariladi. Mimni va aynni zavar qilish bilan maf'alun. Mimni qanday qildik? Zavar. Aynni qanday qildik? Zavar. Va sukun ma baynahuma. Endi mim bilan aynning o'rtasidagi harfni qanday qilamiz? Sukun. Ayn maf'alun. Mim bilan ayn o'rtasidagi farqanda sukun. Qaysi fe'llarda shunday chiqamiz? In kana al-mudari'u madmum al-ayn aw maftuhaha. Agar mudari'ning ayni, ya'ni ayning barobaridagi, ayning udulusidagi harfi pash qilgan bo'lsa yoki zibar qilgan bo'lsa. Aw mu'tallul lam mutlaqan, yoki oxirida mutlaq kesalar kelgan bo'lsa. Mayli kesalar bo'lsin, alif bo'lsin, nim bo'lsin, mutlaq oxirida kesalar kelgan bo'lsa, shundoq maf'alun o'lchamida chiqadi. Masalan, mansarun chiqadi, nasara yansuru. Sat nima qilgan? Pash qilgan. Ya'ni ayning barobaridagi harfi pash qilganlik uchun mansarun. Ya'ni nasara yansuru. G'alba qildi, g'alba qiladi. Mansarun bo'lsa g'alba qiladigan o'rin yoki vaqtni bildiradi. Mazhabun baradigan o'rin. Mazhabingiz nima asosan bir o'rningiz nima, mavqifingiz nima degan gap. Marma atadigan o'rin. Ya'ni vartanim nima deydi? Marma deydi. Marma. Chunki to'pni atadigan yer shu yer bo'lg'achqa. Ya'ni atadigan o'rin. Mavqa, mas'a, maqam, makhaf, marda. Demak, hammasi shu fe'ldan nima chiqadi? Shu fe'ldan shu fe'lningki tushgan o'rnini yoki vaqtini bildiradi. Ikkinchi xil o'lchami ism zaman ism makonninki maf'ilun. Ayni nima qilish bilan? Zir qilish bilan. Birinchisi nima edi? Maf'alun. Mavu maf'ilun. Aynni zir qilish bilan. Qandoq fe'llardan maf'alun chiqadi desa, in kana ta'yin mudari'ihi maksura.
Agar mudorisining ayni zir qilingan bo'lsa. Masalan, jalasa yajlisu. Ayning barabarida kelsa lamning muqulliq zir. Yoki aw kana misalan mutlaqan fi ghayr mu'tallil lam. Yoki mu'tallil lamning boshqasida, ya'ni oxirgi kesalarga kelgan fe'lning boshqasida misol olib qolsa, degani beshidagi kesalarga kelgan fe'lda. Masalan, majlisun jalasa yajlisu. Ba'a yabi'u asasnimi? Ba'a yabi'u. Bunun ayni nima qilgan? Zir qilgan. Shunga mabi'un majlisun wa'ada. Misol shunday misol. Chunki wa'ada deb beshida nima kelgan? Kesal harf kelgan fe'l. Shunga misol deymiz. Maw'idun maysirun mawjilun deganga o'xshagan. Shunga majlis o'ltiradigan o'rin majlis degan gap, mabi'un sotadigan o'rin degan gap, maw'idun va'dalashgan vaqt degan gap. Endi mana bu 3 harflik fe'ldan ismi zaman, ism makan chiqarishning qoidalari. Ham 3 harflik sulasiydan boshqa fe'ldan qanday chiqadi deganda, sulasiydan boshqa fe'ldan, ya'ni sulasi mujarraddan boshqa fe'ldan bu maf'ulning o'lchimida chiqadi. Demak, cho'g'ini maf'ul bilan o'xshash. Buni farq etishda ishlatish o'rniga jumlaning boshiga qarab farq etamiz, ammo uning qurilmasi nima bilan o'xshash? Maf'ul bilan o'xshash. Masalan, deydi va min g'ayri thulathi ala zinati ismi maf'ulihi. Endi sulasini boshqasidan qaysi o'lchamda chiqadi? Ism maf'ul o'lchamida chiqadi. Mukramun, mustakhrajun, musta'anun deganga o'xshagan. Mukramun, mustakhrajun, musta'anun deganga o'xshagan. Endi buning uch xil siyg'asi bor. Masalan, maf'ul o'lchamida bo'lsa madribun, shunday madribun uradigan o'rin degan gap, madriban ikkilik, madaribu ko'plik. Ya'ni maf'ulun o'lchimida. Maf'ulun o'lchimida bo'lsa 3 xil, maf'alun, maf'alani, mafa'ilu deganga o'xshagan. Endi biz buni yig'inchoqlab olsak, ism zaman, ism makan. Ism zaman deganimiz fe'lning tushgan vaqtiga dalolat qilish uchun chiqarilgan ism. Maw'id, mavlid deganga o'xshagan. Ism makan deganimiz fe'lning tushgan o'rniga dalolat qilish uchun ilingan ism, xuddi mavqif, mavtun deganga o'xshagan. Bu ikkisining 2 xil vazni bor, 2 xil o'lchami bor. Birinchisi maf'al, bu sulasi mujarraddan yaf'ulu, ya'ni ayni pesh qilgan yoki yaf'alu ayni zuvar qilgan fe'ldan yoki oxirida kesal harf kelgan fe'ldan ilinadi. Maf'alun o'lchamida xuddi maktabun, mal'abun, mahwa, mathma va mawqa deganga o'xshagan. Oxirida kesal harf keldi degan gap, oxirida kesal harf kelsa, mutlaq naqslam degan gap emas. Masalan, lafifning oxirgi kesalar keladi masalan deganga o'xshagan. Mawqa masalan, mahwa, hawa shunday qo. Oxirgi kesalar, uning 5 nima kesalar. Yana bu shu maf'alun o'lchimida chiqaveradi. Ikkinchisi maf'ilun. Bu mutlaqi mujarraddan yaf'ilu degan ayni zir qilgan fe'ldan chiqarilgan sahiydan yoki shu misol fe'ldan. Masalan, mawridun, maw'idun deganga o'xshagan. Unda bo'lsa, bu darsimizning mazmuni shunday aniqlashdi. Buni oxirida ko'nikma berilgan. Bu ko'nikma o'zingizlar ishlaysizlar. Masalan, ayyin fi ma ya'ti ism zaman val makan va bayyin wazniha deydi. Ism zaman, ism makanninki ism zaman, ism makanni muayyanlashtirishlar. To'yindagi jumlalardan ism zaman, ism makanni tepib chiqsizlar. Undan keyin shu ism zamanninki vaznini bayon qilsizlar. Ya'ni maf'alun o'lchimidimi, maf'ulun o'lchimidimi? Masalan, matli'ush shamsi as-sa'atu as-sadisa deydi. Buningdagi ism zaman, ism makan qaysi? Matli'. Ism zaman shunday qo. Qaysi o'lchamda? Maf'ulun o'lchamida. Yezib turib, uningdagi ism zaman deysizlar. Chunki quyoshning chiqadigan o'rni soat 6 da bo'lmaydi, quyoshning chiqadigan vaqti nima bo'ladi? Soat 6 da bo'ladi. Shuning uchun bu ism zaman ekan deymiz. Qaysi o'lchamda ekan? Matli'un, maf'ulun o'lchamida deymiz. Buni shu bo'yicha ishlaysizlar. Endi bugungi darsimizdagi oxirgi mazmun ismul ala. Ya'ni vasita ismi degan gap. Vasita ismi. Bu nima degan gap deganda, fe'lninki fe'l yuz beradigan vasitani ko'rsatadi. Masalan, uyni supadi degan nima deymiz? Kanasa deymiz. Endi uyni supurish uchun ishlatiladigan sayman nima deymiz? Miknasatun deymiz. Demak, bu miknasatun ismul alat. Shu fe'lni yuz beradigan nima o saymanni ko'rsatadi. Endi fe'llarni biz bir fe'lni bilamiz, lekin shu fe'lni qiladigan saymanni bilmasak, ismul alat qoidasiga asosan shu fe'lning saymanini yasay olamiz. Masalan deydi, ismul ala huwa ismun masug'un min masdarin thulathi lima waqa'a al-fi'lu biwasitatihi deydi.
İsmul ala o sulasi masdardan fe'l uning vositasi bilan tushganligi uchun sulasi masdardan qanaqa qiladi chiqariladigan ism deydi. Fe'l shuning vositasi bilan tushganligi uchun sulasi masdardan chiqilgan ism deydi. Ya'ni shu fe'lning lafzidan shu fe'l tushadigan vositani ifodalash uchun chiqilgan ism. Endi buning o'zga shuqtimisi va vaznlari va deydi. Va lahu thalathat awzan. Buning 3 xil avzanlari va o'lchamlari va. Birinchisi mif'alun. Fataha yaftahu miftahun. Fataha ashti. Miftahun degan ismul ala demo. Ochadigan sayman nima deymiz biz? Ochquch. Miftahun ochquch. Mif'alun mibradun deganga o'xshagan. Masalan, barada degan nima? Ushladi. Qalamni qanday qildi? Ushladi. Endi biz barada degan fe'lni bilamiz. Ushlaydigan saymanni ifodalamoqchi bo'lsak, mif'alun o'lchamida mibradun deymiz. Ushlag'och deganga. Mif'alatun miknasatun deganga o'xshagan. Bikasril mim fi hadid. Uni hammasi qanday qilamiz? Mimni zir qilamiz. Miftahun ochquch. Minsharun hara. Nashara degan nima? Hardidi degan gap. Endi biz buningda mif'alun o'lchamida ismolat chiqarsak, hardaydigan sayman degan gap. Hardaydigan sayman nima bo'ladi? Har bo'ladi. Mihlabun, mibradun, mishratun, miknasatun. Hammasi shu o'zininki halabaninki ismolati, baradaning ismolati, sharataning ismolati. Buning 3 xil qurilmasi bor. Midrabun 3 xil ishlatilish shakli bor. Masalan, mif'alunniki midrabun, midrabani, madaribu deganga o'xshagan. Endi ismul ala. Buni biz yig'incha qilib olsak, ismul ala deganimiz ismun yushtaqu g'aliban min al-fi'l thulathi al-mujarrad. İsmimizde olsun ismolat ko'p hollarda mutaaddid chiqadi. Lozimdan cho'ndak az ahvollarda chiqadi. Ko'p hollarda mutaaddi thulathi mujarrad fe'ldan fe'l uning bilan bo'ladigan saymonni dalolat qilish uchun chiqarilgan ism deydi. Fe'l yakunu bihal fi'l. Fe'l uning bilan bo'ladigan saymonga dalolat qilish uchun mutaaddi mujarrad thulathi fe'ldan ko'p hollarda chiqarilgan ism. Masalan, mibrad, minshar, miknasatun deganga o'xshagan. Endi ismul alat. Ana bu yerda mundaq bir savol keladi. Bu fe'l yuz beradigan saymonda biz ismul alat dedik. Buni o'lchimlagandik. Ammo bu yerda nurg'un saymonlar va sharkatni boradigan bu o'lchamga tushmaydi. Masalan, qalamun yozadigan saymon, sayfun chapadigan saymon. Buni deganda mush nuqtada buni ikkiga ayirib olsak bo'ladi. Bu ismul alatmi jamid bo'ladi. Ya'ni jamid deganimiz jamid emas tushunib bo'ldik. Bu asli shunda arablar paydo qilgan buni boshqasini e'lingan emas, o'lchimi yo'q. Şu an onunki qiyasi demaymiz, o'lchamsiz o. Arablar nim deb qabul qilgan bo'lsak, shu bo'yicha qabul qilamiz. Shuningga qarab turib yasig'ilolmaydi. Shu uni nima deymiz? Jamid deymiz. Birinchisi qiyasi. Qiyasi deganimiz nima? Mushtaq, ya'ni qoidalik deganimiz o chiqirilgan, boshqasini qanday qilgan, elingan. Uning 3 xil o'lchami bor. Mif'al, mibrad deganga o'xshagan, mif'al, miftah deganga o'xshagan, mif'alatun, miknasatun deganga o'xshagan. Ikkinchisi qaysi? Samai. Buni anglab bilamiz. Bu jamid. Ya'ni uning o boshqasini elingan emas, shundaqla uningga boshqasi o'xshab shu o'lchamga kelib yasig'ilib bo'lmaydi. Awzanuhu g'ayru mahsura. Uningki shaklimsiz shakllari va o'lchamlari va uni biz nima qilmaymiz? So'lab bilolmaymiz. Masalan, sayfun, qilich, qalamun, sikkinun, pichoq desak bu kechadigan saymon, lekin bu jamid. Unda biz bugungi darsimiz mushada oyoqlashdi. Buning oxirgi ko'nikma berilgan. Buni sizlar ishlaysizlar. Ko'nikmani ishlash usuli suq asma al-ala min al-af'al at-taliya wa haddid awzanaha deydi. Tuvandagi fe'llardan ismolatlarni chiqiring va uning vaznlarini bekiting deydi. Qada. Bundan nima chiqaramiz? Ismolatni chiqarasizlar. Old bilan ismolat chiqarish uchun shu fe'lning ma'nosini bilishingiz kerak. Qada deganim degan gap haydidi degan gap. Haydidi. Yani endi bundan mif'alun o'lchamida ismolat chiqarsak miqvadin bo'ladi. Haydaydigan saymon degan gap. Haydaydigan saymon degan nima bo'ldi? Rol. Mashinaning rolini deymiz, miqvadin deymiz. O'lchami mif'alun thulathi mutaaddi. Qolgan hammasi oldin lug'atning ma'nosini izlab, undan keyin sizlar yuqoridagi o'lcham bo'yicha nima chiqarsizlar? Ismul alat chiqarsizlar. Unda va savoqlashlar. Bugungi darsimiz mush yerda yig'lashdi. Kelarki soatlik darsimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum.